Agarda hozir bir vaqt toniliga kiralaydigan asbob bo'lsa, sizning nima ishlarni qilganingiz bor? O'tmishga qaytishmi yoki kelgusiga berib o'zingizdan yashangan holatni ko'rganingiz bormi? Mayli nima ish qiling, bu anglamoqqa nihoyat bir go'zal ish. Hozirgi masala shuki, biz qanday qilganda vaqt toniliga kiralaymiz. Buning uchun tadqiqotchilar izchil tirishayotmoqda. Lekin bunday bo'lsa-mu vaqt toniliga kiralaydigan asbobni hozirgacha yasab chiqolmagan. Buning sababi bo'lsa bizda nazariya bilimi hamda qattiq materialning kamchiligida. Vaqt tonil yo'lda sayohat qilishga munosabatlik 3 xil qarash bor. Birinchi qarash bo'lsa nisbiylik nazariyasini asos qilgan. Tadqiqotchilar bir shayni nur tezligida harakat qilgan vaqtda surat tez bo'lgan sari vaqt shuncha asti bo'ladi. Bu prinsip orqali vaqt tonilini sayohat qilish prinsipini tushuntirganda navoda bir nurning tezligida Avropa yulduz sistemasiga borganimizda buningga 6 yil vaqt ketadi. Lekin yer sharida 10 yilga yaqin vaqt o'tib qolgan bo'lishi mumkin. Nazarimizni yana bir qatim yer shariga solganimizda atrofdagi hamma shayda o'zgarish paydo bo'lgan. Bolalarning cho'ng bo'lishi, har xil qurilish imoratlarning paydo bo'lishi, hatto siz o'qidigan texnikami shonli ketib bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bir narsa o'zgarmaydi. Bu bo'lsa siz yana yosh oltingizni saqlab qola olasiz. Ikkinchi qarash bo'lsa uzun muddatli to'natish nazariyasi. Bir jalliqni bir mazgil to'natgan ekan, uni qaytadan eritib ochganimizda u yana o'zining hayotligini saqlab qola oladi. Lekin bu texnika hozirgacha pishib yetilmadi. Odam badanini to'natgan ekan qanaq asli keltiramiz? Bu masala hozirgacha hal bo'lmagan bir masaladir. Uchinchi qarash bo'lsa modullarning fizikalik harakat nazariya bilimida foydalangan. Biz bu ilm fanniki bog'liq tafsilotni egallaganimizda vaqt tonilga qanaq kirishning sirini yechib chiqa olamiz. Lekin bu hozirgi fan texnikaga nisbatan nihoyat mushkul bir vazifa. Shay'ini nurning suratiga yetkazish qaraganda Hawkingmo tadqiqot olib borgan hamda tajriba orqali vaqt bilan o'rinning munosabatini topgan. 2018-yili tadqiqotchilar Hawkingning tajribasini asos qilib, bir modelning surati har sekundga 299.800 ga yetganda bu shay vaqt toniliga kiralaydi deb isbotlagan. Biz hozir shuni bila olamizki, nurning suratiga yetsala vaqt toniliga kiralaydi. Endi qanday asbob bizning vaqt toniliga kirishimizga yordam qila oladi? Insonlarning hozirgacha bo'lgan eng tik uchadigan asbob bo'lsa, Poki nomli quyosh tekshiruvchi uskunasi. Bu asbobning eng yuqori surat o'lchimi bo'lsa, sekundga 39300. Bu asbobning uchish vaqti 2025-yilga kelganda sekundga 69200 ga yetadi. Bu surat vaqt tonil sayohat qilish suratining 0.64% ga to'g'ri keladi. Nur suratining 1% ga yetish uchun bunday asbobdan 16 sini biroqli qo'zg'atib, tangli kuch qo'yib berganda oni yetkili bo'ladi. Navoda nurning surati bilan tanishimiz deydi emas, bunday asbobdan 1600 sini biroqli ishga tushirib kuch berganda oni yetkili bo'ladi. Lekin bu faqat nazariyadagi bir xil faraz xolos. Navoda bu suratga yetish shuncha oson bo'lgan bo'lsa, tadqiqotchilar olibron ish boshlagan bo'ladi. Eng to'g'ri tannarxini hisoblaganda bunday asbob 1 milliard 500 ming dollar keldi ekan. 1600 tal bunday asbobning bahosi 24 milliardning 12-darajasi dollar keladi ekan. Bu nihoyat g'oyat zo'r bo'lsa, yana bir xil to'salg'i bo'lsa, bu ishning oqibatini hech kim uqmaydi. Bu nurning suratiga yetish uchun intayin ko'p energiya materiali ketadi. Bu suratda muqim menish uchun cheksiz bo'lgan energiya materialini ta'minlashimiz kerak. Qiyinchilik shuki, olam bo'shlig'ida energiya ta'minlash punkti yo'q. Biz bu chaqda bir planni o'tirib qo'yamiz. Biz olam bo'shlig'ining o'zgarishligiga asoslab vaqt o'rnini hisoblab chiqa olamiz. Bu dal qurt o'nkuri deb ataladi. O'tgan zaman qaytib boramizmi yoki kelgusiga boramizmi? Hammasi qurt o'nkurining xususiyatiga bog'liq. Biz bir qog'ozning to'piga ikki tal chek sizayli. Hamda buning qanday harakat qilganligini ko'rsatayli. Bir modda bir chekdan yana bir chekitga berish uchun belgilik vaqt ketadi. Navoda bu vaqtni qisqartimiz deydiganmiz, biz bu qog'ozni qatlasak ikki chekitning o'rnining yaqinlashganligini bayqay olamiz. Shundaqla ikki chekitning o'rtasidagi harakat qildigan vaqtni qisqaraydi. Bu da qurt o'nkurining xizmat qilish qonuni. Navoda biz qurt o'nkurini yasab chiqsak, vaqt toniliga kiralaydigan asbobni yasab chiqila bo'ladi. Qurt o'nkurining bir tarafi chuqur nurning suratiga yaqinlashish kerak. Afsuslaniq shuki, bizning hozirgi texnikamiz bilan qurt o'nkurini yasab chiqila bo'lmaydi. Lekin olam boshlig'ida nurg'unlagan fursatlar bizni kutib turmoqda. Tadqiqotchilar mundaq deydi: qurt o'nkur bo'lsa, qora o'nkur bilan oq o'nkurning birlashmasi. Bu qarashning asosi bo'lsa, ularning hammasining bo'shliq alohidaligi o'xshash. Lekin qurt o'nkur hozirgacha bayqalmagan. Sizning nazaringizda yana qanday usullar bilan vaqt toniliga kirgili bo'ladi? Bu son mazmun mushada yaqlashdi. Mazmun zarich yarg'an bo'lsa, yulduz belgisini besib qo'ying. Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar. Siz tug'ilishdan burungi dunyo tarixi. Siz bilmoqchi bo'lgan sirlarning jamgohi. Sinchoq saloni. Hurmatli ko'rurman. Agar dunyodagi ajoyib g'aroyib echilmagan sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, undaqda siz Sinchoq salonini qo'shib oling va do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Salon izlash nomi Sinchoq.